Hozir men sizga o'rgatadigan mashqni bajarish orqali qorin razmeringizni bir haftaning ichida yaxshigina santimetrga kichraytirib olishingiz mumkin. Faqatgina uni bajarish texnikalari bor. Bu narsani esa videoning oxirida o'rgataman. Assalomu alaykum. Dietolog Sadoqat Muhammadjonova sizni chiroyli ozishingizga yordam beruvchi, qorinni mushaklarini holatini, tonusini oshirishga yordam beruvchi, tezroq sizni ozdirib beradigan zo'r mashqni albatta ko'rsatib tushuntirib beraman. Undan avval esa meni sizga aytadigan bir nechta ma'lumotlarim bor. Siz bu ma'lumotlar bilan tanishishingiz kerak. Chunki ko'pchilik qoringa e'tiborni qaratadi, lekin mana bu men sizga hozir aytadigan narsalarga e'tibor qaratishmaydi. Biza e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu bizdagi insulin gormoni. Insulin gormoningiz sizni yog'larni tezroq yoqishingizga yordam beradi. Agar u past holatda bo'lsa, agar u doimiy baland holatda bo'lsa, ya'ni siz juda ham ko'p uglevodli mahsulotlarni iste'mol qilsangiz, juda ham ko'p shakar ratsioningizda bo'ladigan bo'lsa yoki kam-kamdan tez ovqatlanasiz. Bir kunda 7 mahal, 5 mahal, 6 mahal ovqatlanadigan bo'lsangiz ham insulin gormoni normaga kelmaydi. U ko'tariladi, tushadi. Bu esa yog'lar o'z-o'zidan yoqilmasligiga sabab bo'ladi. Agar insulin past holatda doimiy yuradigan bo'lsangiz, ya'ni siz ovqatlanish orasidagi soatlarni cho'zib ovqatlanadigan bo'lsangiz, har 6 soatda, har 5 soatda ovqatlanadigan bo'lsangiz, insulin gormoni qonda shakar darajasi norma holatga keladi. U norma holatga pastga tushgandan keyin esa sizdagi o'sha zapasdagi yog'laringiz bor, u qorningizdagi, biqiningizdagi, qo'llaringizdagi, sonlaringizdagi mana bu yog'lar o'zini o'zi energiya sifatida ishlatishni boshlaydi. Insonga nima kerak? Insonga energiya kerak. Mana shu energiyani qayerdan oladi? O'sha zapasdagi yog'laridan olib ishlatadi. Natijada siz ozishni boshlaysiz. 30 mingdan ortiq insonlar men bilan birgalikda mana bu holatlarga, chiroyli holatlarga kelishyapti. Ular insulin gormonini norma holatga tushirib, meni aytganlarimni bajargan holatda, chiroyli ozish usullarini o'rgangan holatda ozishyapti. Bugungi videoda agar siz meni aytganimni to'liq holatda bajarib beradigan bo'lsangiz, sizda ham xuddi mana shunaqangi natijalar bo'lishi mumkin. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'ldi. Ovqatda asosan nechta komponent bo'ladi? 3 ta komponent bo'ladi. Ya'ni biz bu narsaga albatta e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bular uglevodlar, oqsillar, foydali yog'lar. Faqatgina mana shu narsaning balansini bilsangiz bo'ldi. Ayrimlar juda ham ko'p ratsionda uglevodli mahsulotlarni iste'mol qiladi. Ya'ni 80-70% ratsionda uglevodli mahsulotlar, tortlar, shirinliklar, ertalab varenyelar bilan nonlarni iste'mol qilishadi. Vaholanki bu insulinni ko'taradi. Insulin shunday ko'tarildimi bo'ldi, yog'lar yoqilmaydi. Siz ratsioningizga ko'proq birinchi o'rinda oqsillarni kirgizsangiz, aytaylik 60-70% ratsioningizda oqsillar organizmga to'qlik hissini beradi. Siz hadeb och qolib narsa yeb qo'ymaysiz. Oqsillar, go'sht, tuxum, sut mahsulotlarini qo'shsangiz va foydali yog'larni qo'shsangiz, sizga to'qlik hissini beradi. Hadeb siz och qolib, sirib bo'lib narsa yemaslikni boshlaysiz va albatta murakkab uglevodlarni energiya uchun qo'shamiz. Chunki biz uglevoddan nima olamiz? Energiya olamiz. Vaholanki sodda uglevodni, ya'ni o'sha tortlarni chiqarib tashlaganingizdan keyin uni o'rniga nimani kirgizasiz? Grechkani, ovsyankali kashalarni kirgizishingiz kerak bo'ladi. Ayrimlar o'tirib juda ham qattiq dieta qilishadi, to'g'rimi? Mana juda ham qattiq, ya'ni past kaloriyali uglevodli dietalarni yoki turli xildagi mono dietalarni, sog'liqqa zarar keltiradigan dieta usullarini qo'llashadi. Grechka qilishadi yoki kefir, bodring, mana shu usullardan qo'llashadi. Lekin bu dieta usullari faqatgina sizni shirinlikka bo'lgan talabingizni battar oshiradi, ochligingizni yanada tug'diradi. Chunki inson boya aytganimdek yeganidagina energiya oladi. Siz faqat balanslashgan ratsionga e'tibor bering. Tarelka qonun qoidasi. Ratsioningizda ozgina uglevod, murakkab uglevod tarelkangizda, ozgina oqsil va albatta foydali yog'larni ham kirgizish kerak. Boya aytganimdek, foydali yog' bu sizni o't pufingiz uchun. Nima o'zi foydali yog'? Bu zig'ir urug'ida bor. Buni juda ham ko'p ma'lumotini berganman. Chia urug'larida foydali yog'lar bor, zaytun yog'larida bor, zig'ir yog'larida bor, yong'oqlarda foydali yog'lar bor. Ular bizga uzoq muddatdagi to'qlik hissini bera oladi. O't pufinlarimiz uchun oddiy til bilan aytganda benzin. Mashina benzinda yuradi, bizning holatimiz esa, ya'ni o't pufimiz uchun esa mana bu foydali yog'lar ayniqsa 35-40 yoshdan keyin albatta kerak. Inson ozishi uchun, ya'ni tana vazn ketishi uchun 30, 40, 50 yoshdan keyin kaloriyaga e'tibor berish kerak. Ya'ni kaloriya defitsitligini yaratish kerak. Agar kaloriya defitsitligini yaratmasangiz, ya'ni kaloriyani yeyotgan ovqatlaringizni kaloriyasini cheklamasangiz yoki cheklamasangiz ham uni chiqarib tashlamasangiz, yegan ovqatingizni kaloriyasini siz ozolmaysiz. Aytaylik siz 30 yoshda 200-300 kilokaloriyani cheklasangiz, ya'ni siz bir kunda 1200 yoki 1500 lik kilokaloriya emas, nisbatan ozgina kamroq iste'mol qilsangiz yoki 40 yosh, 50 yoshdan keyin siz 500, 600, 700 kilokaloriyani cheklasangiz, sizda ozish jarayoni bo'ladi. Lekin yosh o'tgan sari albatta bizda gormonal disbalans bo'ladi. Ya'ni gormonlar
hushalar faoliyati buzilishni boshlaydi. Bunda esa boya aytganimdek kaloriyani nisbatan cheklash kerak. Polni ratsiondan uglevodni chiqarib tashlash, umuman shirinlik yemaslik, ratsioningizdan umuman hamma o'sha sizni semirtiradigan mahsulotlarni, etil kartoshkani, etil guruch chiqarib tashlash ham xato hisoblanadi. Bunaqangi qilib ham ozib bo'lmaydi. Faqat yeyish kerak me'yorida, balansida. Insonda to'g'ri ovqatlanishga adaptatsiya, ya'ni moslashish qachon bo'ladi? Qachonki u 1 hafta, 2 hafta diyeta qilsa emas. Hech bo'lmaganda 3 hafta, 4 hafta davomida to'g'ri ovqatlanishga harakat qilsangiz, uje sizda moslashish jarayoni, adaptatsiya holati ketadi. Lekin 1 hafta, 2 haftada ko'pchilik suvni hisobiga ozadi, ya'ni organizmda otyoqlik ketadi, lekin keyinchalik chida olishmaganini hisobiga yana yeyishni boshlatishadi va o'sha tashagan vesi 2 barobar, 3 barobar bo'lib qaytib keladi. Buni qilish kerak emas. Hech bo'lmaganda 3 hafta, 4 hafta davomida siz o'sha to'g'ri ovqatlanishga amal qilsangiz, bu narsa sizda odatga aylanadi. Hozir men sizga beradigan mashqqa qaytamiz. Mashq qilish orqali siz o'zingizdagi vitreal yog'larni, ya'ni sizning organlaringiz atrofida to'planib ketgan o'sha jigaringiz atrofida to'plangan yog'larni yoki o'tfigingiz atrofida, bachadon atrofidagi yog'larni siz bemalol yo'qotsangiz bo'ladi. Ya'ni vitreal yog'lar ham ketishni boshlaydi. Faqatgina bu mashqni 1 haftada kamida 5-6 marta bajarishingiz kerak. Uni bajarishdan avval birinchi o'rinda santimetrda qorin razmeringizni o'lchang. Ishonaman, bu mashq sizga 1 haftaning ichida super effekt olib beradi. Mashqni bajarish uchun mana videoda ko'rsatilib turibdi, xuddi shunaqangi holatda yotgan bo'lishingiz kerak. Tizzalaringiz bukkan holatda, keyin esa chap qo'lni ko'targan paytingizda o'ng oyog'ingiz ishlaydi, chap oyog'ingizni ishlayotgan paytingizda esa o'ng qo'lingizni ishlatgan holatda ishlatasiz. Bu mashqning nomini ingliz tilidan aytganda o'lik qo'ng'iz deb tarjima qilinadi. Xuddi shu holatda mashqni bajarasiz va bu mashqni siz aytganimdek doimiy har kuni haftada aytaylik kamida 5-6 marta bajarsangiz, yaxshigina sizga effektni olib beradi. Hattoki sizdagi o'sha vitreal yog'larni ketkazadi. Mana ko'pchilik press mashg'uloti bilan shug'ullanadi. Mana ko'rib turganingizdek videoda press qilishyapti, lekin press qilgan paytda biz asosan umurtqamizga yukni tushiramiz yoki press mashg'uloti sizni qorningizni yo'qotmasligi mumkin. Ayniqsa sizda diastaz muammosi bo'lsa, tuqqan ayollarni, 2-3 farzandi bor bo'lgan ayollarda juda ham ko'pchiligida diastaz muammosi bor va diastazda aynan siz qilayotgan press mashg'ulotlari siz uchun ishlab bermaydi. Lekin men hozir sizga o'rgatayotgan mashq diastazda ham mumkin va sizni holatingizni yaxshilaydi. Albatta sinab ko'ring.